ilmni biladigan sen tirrancha. Sen kecha burningni oqizib yurganingda kim senga qaradi? Alloh taolo Qur'oni Karimda o'ziga ibodat qilishlikni buyurdi. Faqat Allohga ibodat itoat qilamiz. Allohga sig'inamiz, Allohdan so'raymiz. Va undan keyinchi ularni xizmatlarini har kun eng oxirgi kun qilyapman deb o'ylab oliy maqomga chiqarib qiling. Boshqa masalalaringiz bor, dunyoviy tashvishlaringiz bor. Qiynalgansiz, ota-onangizni oldiga olib kelmang, birodar. Ikki qo'li telefonda na ovqat yeganimizni bilamiz, na o'g'limiz oldimizda turganini biladi. Kerak emas deydi bunaqa. Farz otamiz yoki onamiz aytayotgan gapini miyasida tanlayaptimi? Siz oqsiz, birodar. Qayerga borsangiz boring. Bugungi juma amr ma'ruf soatlarida ota-ona roziligi Allohning roziligidir degan mavzu kelgan. Bu ham